Kelmadi. Sen sizlar gapiryapsan, men san dadangdan sal kichkinaman xolos. Mani dada degan, aka deganman ukam. So'nggi kunlarda Sardor Mamadaliyev va Shohjahon Jo'rayev o'rtasidagi tortishuvlar yana avj oldi. Maydalashib o'tirgim kelmadi buni temada. Sardor Mamadaliyev o'z chiqishida Jo'rayevlar musiqasini aytilgani va shu sababli mualliflik huquqi buzilgani bayon etildi. Men bungisan sendan kechirim so'rashmas. Seni dadangni oldiga so'rashgani men bormaganman. To'yda to'g'ri kelib qolganmiz, birga ashula aytganmiz. Shu hayotimda shu 2 marta to'yda ko'rdim, doim menga tashab yurardi dadang rahmatli. Qani qaysi Jo'rayev senga taqiq qo'ydi? Jo'rayev ko'p. Qaysi biri taqiq qo'ydi senga dedim. Bunga javoban Shohjahon Jo'rayev bu holatni qat'iy rad etib, biz bunday ish qilmaganmiz. Qaysi Jo'rayev bu ishni qilgan ekan deya munosabat bildirdi. Bu erkakning ishi emas bu. Hamma o'zini ishini qilyapti bu yerda. Sana avtorlik huquqi borib. Sardor Mamadaliyev esa bu masalada ham o'z fikrini aytdi. Vaziyat hali ham jamoatchilik muhokamasida. Qadrli do'stlar, videoni to'liq holda ko'ring va o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Maydalashib o'tirgim kelmadi buni temada. Bolalar aynan bizni stilimizni olib chiqqan bolalar. Bizni imijimizni, qo'shiq aytish uslubimizni olib chiqib aytgan bolalar. Aeroportning yonida restoran bor. Shu yerga men to'yga kirganimda ayol soqiyni aytib turgan paytning ustiga kirganmiz. Hijolat bo'lgan, chiqib ketib qolgan orqa tomonda. Bir joyga kirganimda ular ham shu yerda yurishgan edi, o'zlari kelib ko'rishib nomerlarimgacha olib olishdi, gaplashdik. Teskari o'ylagan ekanman, uzr deb mendan uzr so'radi. Ozgina vaqt o'tdi-da, karvon ko'rdim ashulasini sal boshqacha qilib buzib aytishdi. Keyin avtorlik huquqi uni bosgan. Nimaga aytyapsan degan. Jo'rayevlar taqiq qo'ydi bunga degan. Men Telegramga yozdim. Ovozli xabar yozganman. Telefon qilsam olmadi. Qani qaysi Jo'rayev senga taqiq qo'ydi? Jo'rayev ko'p. Qaysi biri taqiq qo'ydi senga dedim. Nimaga xalqqa bizni yomon qilib ko'rsatyapsan? Bu erkakning ishi emas bu. Hamma o'zini ishini qilyapti bu yerda. Sana avtorlik huquqi borib to'xtatasan degan bo'lsa, nimaga xalqqa bizni yomon qilib ko'rsatyapsan deb men ovozli xabar tashladim. Uni eshitdi u. Javob bermadi. Va davom etdi bu holatda. Men kutib yurdim buni. O'ziga kelib qolar balkim. Adashganini tan olar dedim. Yo'q, voqea ko'p davom etdi. Mana masxara qilishgacha bordi keyin. Osh mastava deb. Mana hozir bor haqiqatni endi aytyapman so'rayotganinglar uchun. Shohjahon Jo'rayev. Bilsan, ukajonim. Katta bola bo'lib qolding. Kecha menga intervyu jo'natishibdi. Men sen oldinga borib kechirim so'raganman. Men uzr so'rabman sendan. Sen g'alatiroqmisan yoki yosh bolamisan? O'zing kelding. Assalomu alaykum akajon deb kelding. Saloming bo'lgani uchun men bilan sen bilan so'rashdim uka. Men bungisan sendan kechirim so'rashmas. Seni dadangni oldiga so'rashgani men bormaganman. To'yda to'g'ri kelib qolganmiz, birga ashula aytganmiz. Shu hayotimda shu 2 marta to'yda ko'rdim, doim menga tashab yurardi dadang rahmatli. Sen meni o'zing bilan teng qilma, men o'zimning yo'nalishim bor, san'atkorman. Sen dadalaringning oldiga san'atkorman. Kelmadi. Sen sizlar gapiryapsan, men san dadangdan sal kichkinaman xolos. Meni dada degan, aka deganman ukam.